Bismillah. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarga o'zim sevib iste'mol qiladigan, ham foydali, ham tabiiy bo'lgan qizil piyozni eng oson usulda tuzlashni ko'rsataman. Video davomida qanday tayyorlanishini ko'rsataman, kerakli ma'lumotlarni opsiyadan yozib qoldiraman. Birinchi bo'lib piyoz va sarimsoqni ustini artib, yaxshilab chayib olamiz. Sarimsoqni mayda, limon va xom lavlagini yirik to'g'rab olamiz. Stirlangan bankamizga 2 bo'lak lavlagi, ozgina sarimsoq va bankamiz to'lguncha piyozni solamiz. Ustidan issiq suv quyib, bankalarimizni 5 daqiqaga o'z holiga qo'yib qo'yamiz. 5 daqiqadan so'ng suvni to'kib tashlab, 1 osh qoshiq tuz, yarim osh qoshiq shakar solib 70% uksuzdan 1 choy qoshiqdan qo'shib olamiz. Va so'nggi ishimiz bankalarimiz to'lguncha qaynab turgan suvni solib, xohlasanglar 1 choy qoshiq limon sirkasi, xohlasanglar 2 bo'lak limonni solib, ustini mahkam qilib bekitamiz va 2 kunga xona haroratiga qo'yib qo'yamiz. Do'stlar, bu usulda tuzlangan piyozning foydalari juda ham ko'p. Har kuni kechqurun ovqat bilan 1 bo'lakdan iste'mol qilsangiz, oshqozon hazm qilishga, ichak faoliyati yaxshi ishlashga, immunitet ko'tarilishi, qon yaxshi aylanishi, qon ko'payishi va shamollashlarga juda ham foydali. Do'stlar, sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar. Sizlarda ham xuddi shunaqa o'xshab tursa, o'xshadi deb yozib yuborsanglar, xursand bo'laman. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun sahnaga aytib qo'yishni unutmanglar. Ko'rgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Hammaga rahmat.